Bugungi kunda sportning yangi yo'nalishlari paydo bo'lmoqda. Pichoqni sportchi uloqtirish ham endigina targ'ib etilayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Jahon chempionati kabi yirik musobaqa ham 2022-yildan e'tiboran tashkil etib kelinyapti. O'tgan yili bu nufuzli chempionat xalqaro assotsiatsiya shafiligi ostida Rossiya poytaxti Moskva shahrida ilk bor o'tkazilgan edi. Bir yil o'tib ushbu musobaqaga O'zbekiston mezbonlik qilmoqda. 11-oktyabr kuni boshlangan o'ziga xos bahslarda 12 yoshdan yuqori bo'lgan sportchilar imkoniyatlarini sinab ko'rishyapti. Har kuni hakamlar tomonidan turli xil masofalarda bo'lib o'tayotgan musobaqada kuchlilar nomi aniqlab olinmoqda. Bahslar juda qiziqarli kechmoqda. Unda 10 ga yaqin mamlakat vakillari nishonni aniq poylab, eng ko'p ochko jamg'arish uchun harakat qilishyapti. Juda ham qiziqarli sport. Menga chempionat yoqdi. Sportchi o'zi bilan kurashib yuqori natijaga erishishi kerak bo'lgan sport turi. Buning uchun albatta ko'p mashq qilish talab etiladi. Keyingi musobaqalarda ham yuqori natijalarga erishishga harakat qilamiz. Birinchi bosqich bahslari 3 metr masofada o'tdi. 20 ochkolik hududni ham poyladim. Pastroq ball olgan joyim ham bo'ldi. Raqobat ancha kuchli. Hayajonlandik. Xorijlik sportchilar bilan bilim va tajriba almashdik. Bu musobaqa biz uchun juda katta mahorat maktabi vazifasini o'tab bergani bilan ahamiyatli bo'ldi. Siz ko'rib turgan bu nishon maxsus taxtadan yasalgan. Unga mustahkamlangan to'rtburchak shakldagi oq va qora ranglarda chegaralar belgilangan qattiq qog'ozda sportchilar poylashlari mumkin bo'lgan hudud maxsus ball bilan belgilab chiqilgan. Merganlardan imkon qadar eng yuqori ball beradigan markazni mo'ljalga olish talab etiladi. Markazdan qanchalik uzoqlashsa, shunchalik ballar ham kamayib boraveradi. Nishonning qoq markazini mo'ljalga olganlik uchun 20 ball ajratilgan. Musobaqa nizomiga muvofiq sportchilar to'rtburchak shakldagi bu mo'ljalni 3, 5, 7 va 9 metrlik masofadan poylashlari uchun 3 tadan imkoniyat berilgan. Ular ana shu imkoniyatlardan maksimal foydalangan holda ochko jamg'arishlari kerak. Hakamlar musobaqa davomida har bir yosh va har bir metrdan amalga oshirilgan urinishlar bo'yicha kuchlilarni saralab olishadi. Jahon chempionatida biz nafaqat tajribali va mohir, balki yosh va endigina bu sport turi bilan shug'ullanayotgan o'g'il-qizlarning mahoratini kuzatib, ularning g'olib va sovrindorlar safidan joy olayotganlariga guvoh bo'ldik. Quvonarlisi, ular orasida yurtimiz yoshlari ham ko'pchilikni tashkil etmoqda. Mani yoshim 13 yoshda. Men 4 metrdan 12-13 yoshliklar bilan qatnashdim va birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Men juda ham xursandman. Bugungi musobaqa juda qiziqarli bo'ldi. Bu sportga adam olib kirganlar. Adam otganini ko'rib, men ham otgim keldi. Mashq qilib birinchi o'rin olganimga juda xursandman. Bugungi chempionatda 4 metrdan birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Mazkur sport turi o'g'il-qizlarda vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlab, harbiy bilimlarini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yakuniy natijalar bilan keyingi dasturlarimizda batafsil ma'lumot beramiz.